aka. Kim kerak? Assalomu alaykum. Boboni chaqirtiruvmi deylar? Adamlar. Ondan ishdan chiqib boramiz. Ada, chan qamadingizmi? Ichur o'zing. Abetinglar. O'g'lim, meni qornim to'q. Sen yo'la qol. Ishinglarni tugatinglarmi? Adam ertaga kechuvimizda pulni bera olarkanlar. Tez tashkil qillaring. Assalomu alaykum. Kecha uyustiga ishlarni bitirdik. Yordam ish bormi? Qo'lingdan ustachilik keladimi o'zi? Yo'q. Lekin ham aytgan ishlaringizni qilaman. Ha, yo'q, unda uzr. Ha, to'xta, mayli. Uy bitguncha qarashib yuraq. Faqat kuniga 100 ming so'mdan beraman. Sal qo'sha olmaysizmi? Qo'lingdan o'zi hech qanaqa ish kelmaydi. Keta qol undan ko'ra. Bo'ldi, roziman. Abetam o'zingdan. Roziman. O'g'lim, ishlamasang yashash qiyin. Ishlasang yashashga vaqt yo'q. Vaqt topamiz ada. Savdolashishni bilmas ekansiz. Ozgina tortishganingizda uy narxini kelishtirib berardim. Aslida siz